Assalomu alaykum Masterclass kanalimiz obunachilari. Bugun Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri Monster drabilkalarimiz yetib kelgan. Bu Monster drabilkalarimiz 380 voltga ishlaydi. Aholiga xizmat ko'rsatish, yem do'konlar uchun qo'shimcha biznes qilsa ham bemalol bo'ladi. Kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, bularni ishlatib, pachkasidan ochib to'liq ma'lumotlarini berib o'tamiz va undan tashqari qanaqa drabilkalarimiz kelganini ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, mashinamizni oldingi qismini ham ochib oldik. Pritsepidan hozir akula lentalar tushyapti. Bunisida mana Monster drabilkalarda siklonlari va orqa tarafi bunker qismlari bor. Bularni ham hozir birma-bir tanishtirib chiqamiz. Tushirib sklatimizga joylab oldik. Hozir 7,5 kilovatlik eng kichkina monsterimizni sizlarga ochib, yig'ib, ishlatib ko'rsatamiz. Xuddi shu holatda upakovkada kirib keladi bizga. Bir-biriga tegib, shilinib urilmasligi uchun zavod tarafdan shu holatda keladi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Bularda sifati juda ham yuqori. Mana bunker qismi bir soatiga 700 kilodan 900 kilogacha har qanaqa don mahsulotlarni un ko'rinishda yoki yorma ko'rinishda makka sotasi bilan ham maydalab beradi. Mana chiqqan yillari 2026-yil o'zini sof og'irligi 195 kilo bo'ladi. Bunker obroti esa 3400 obrot, motor kilovatlari 7,5 kilovatlik, modeli 40 ga 20 bo'ladi. Hozir buni mana bu ramalariga ustanovka qilib, bir yo'li sizlar uchun ishlatib, tekshirib beramiz. Mana chorva ishqibozlari hozir 7,5 kilovatlik Monsterni ramasiga qatirib tayyor qilib oldik. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Motor qismini aytib o'tamiz. 100% misatmotkali bo'ladi. Kilovatlari 7,5 kilovatlik, 1,5 ming obrot bo'ladi. Va shu katta shkif orqali 3 ta remen bilan harakatlanadi. Bunker qismiga 3400 obrot yetib keladi. Ichki molotovlarni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana bulari juda ham qattiq material. Kalyonli, mana ancha munchaga o'tmas bo'lmaydi. Chekalari uchlari kuydirilgan bo'ladi. Ikkita maslinli pachimlik bilan jihozlangan. Mana bu ichki qismi esa shunaqa cho'yan korpuslar bilan jihozlangan. Tezda maydalash uchun jo'xori so'talari bilan va har qanday don mahsulotlarni shu molotovlar orqali tezda maydalab yuboradi. Bu 24 dona bo'ladi bu molotovdan. Shu holatda mana yopiladi. Shuning uchun bir soatiga 700 kilodan 900 kilogacha har qanaqa don mahsulotlarni chiqarib beradi. Endi buni hozir don mahsulotlarimizda ishlatib sinab beramiz. 380 tok bor joyga olib chiqib olamiz narigi sklatimizga. Bu sklatimizga 380 tok tushmagan. Ishlatib sinash uchun tokda kabellarini ulab tayyor qilib oldik. Undan avval mana bu o'zida zavod tarafdan berilgan setkalari yorma uchun atalabop qilib beradi. Mana bulari esa kattarog'i 4 li razmer, 3 li razmer va mana bulari esa un holatda qilib chiqarib beradi. Razmeri 1,5 li bo'ladi. Teshikli setkasi o'zidagi turgan razmeri bilan
4 ta setkasi bo'ladi. Hozir buni yoqib ishlatib ko'ramiz. Mana yurdi. Mana dog' mahsuloti o'zi. Mana shu joyidan ochib legirovka qilib qo'yasizlar. Mana bu yerdan maydalaydi, teklo orqali mana bu joyga tushadi. Hozir buni ochamiz. Mana. Mana bu juda ham mayin holati. Makka donni o'zi. Bundan ham razmer o'zgartirish uchun mana bu setkalar orqali bundan ham mayin holatda yoki yirik yorma holatda chiqarib ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Hozir yana bir yoqamiz. Bunisini mana bu qolgan donni ham chiqarib ko'ramiz mana. Qanchada chiqishini ko'rasizlar. Mana. Bundan ortaga legirovka qo'yasizlar. Mana aynan o'ziga orqaga shashlaydi. Mana yana ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham mayin holatda qilib bergan. Aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konga qo'yib biznes qilsanglar ham bo'laveradi. Talabga qarab setkalarini almashtirib, shunaqa jo'xori so'talari bilan ham maydalab bersangiz, bemalol ishlatib xizmatingizni qiladi. Buni narxlarga keladigan bo'lsak, 7,5 kilovatlik 40 ga 20 modelimizni Universal Monster'da 12 ta viloyat $900 yetkazib beramiz. Dastavkalari ichida kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin. Bundan-da qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun master klassga obuna bo'lib, like bosib kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda.